Assalomu alaykum YouTube obunachilar hamda chorva ishqibozlar. Bugungi bizda dahshat yosh ko'chat xunajinlar kelgan. Bir dona gibrid, buyog'i xudo xohlasa shved ba'zan dahshatlardan olib kelib qo'yganmiz. Bir dona sutemimiz bor. Qolgani to'liq o'tga kirgan, yeb ichishiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya. 2 dona savayskiy xunajin, bir dona toza nemis xunajinimiz bor. Dahshatidan mana. Udarlardan kelgan xudo xohlasa. Bo'zayni ko'rib qo'yinglar, bo'zay gibridda. Mana shu bo'zay uchun bittadan like gumbillatib qo'yasizlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-uka, do'st birodarlarimizga hammasiga salom yo'llaymiz. Xudo xohlasa bo'zaylar dahshatlari keldi. Manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. O'zimizning xonadonimizdan. Yaxshi shved ba'zan xudo xohlasa. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmasdan videolarimizni boshlayveramiz. Jonivorni qaranglar. Sutemlardan boshlaymiz. Birinchisidan yechin ko'rsataylik. Oyoq qo'llarini, sog'lomligini, hamma yo'g'ini garantiyasini beramiz xudo xohlasa. Yashur-pashur kasallik yo'q. Go'zal turishini qaranglar, toza nemis. Mana bir dona shved xunajinchamiz mana. Dahshatidan. 10 kunlik bo'ldi. Soskada ham sut ichaveradi, paqirda sut beraman desanglar, paqirda ham ichaveradi. Dahshatidan. Sigiri borlar qo'shib olsa, sigirni ham emoradi. Orqalari pachka bo'lib yotibdi mana. Bo'zayni ko'rishinglar mumkin. 10 kunlik bo'zay. Udoridan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi unaqa 6 soatda olib qochish narxlar yo'q. Yengilroq qilib qo'yamiz narxlarni. Narxi 9.500.000 so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Vohalarga ham chiqaramiz. Faqat kelishilgan holatda chiqaramiz vohalarga. Olib boravering buni. Shved xunajinimiz mana dahshatidan to'liq o'tga kirganidan. Toza savayskiy shved xunajin ishqibozlariga mana bir dona to'liq o'tga kirgan variantida. Yosh oyliklari 3 oylik. Yeb ichisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasi bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 12.500.000 so'm. 12.500.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yurish-turishlari hamma yo'g'i sog'lom. Hurmatli obunachilar, mana xudo xohlasa mana shu ikkosining narxini aytdik. Uchinchisiga yetib keldik. 2 oylik toza shved xunajinimiz. Oq tumshuq, oq qulog'idan, oyoq qo'llari uzun. Hozir yechib oyoq qo'llarni ko'rsatamiz. Sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Bir dona yashur kasalligiga garantiya berilmaydi. Bu kasallik havodan yuqadigan kasallik. Xudo xohlasa chorvamizga kelib ko'rishinglar ham mumkin. Unaqa kasallik yo'q. Yeb ishlariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. O'zingizlar ko'ryapsizlar mana. 2 oylik. Dahshatidan shvedni zo'ridan baqaman degan hojonlar uchun mana baqbaqalarni qaranglar, jonivor nima qilib bitta tortib beringlar. Cho jonivor. Bo'zayni yurish-turishlarni ko'ryapsizlar mana. Hamma yo'g'iga garantiya. Narxiga keladigan bo'lsa, bunisining narxi 13.500.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ozgina xayriga o'tib beramiz mayli, sunnatiga o'tib beramiz. O'zi jab baland ham aytganimiz yo'q. Bularda o'zi tug'ilgani 10 million, 12 million, 10 millionga topsanglar topasizlar. Bo'lmasa 12 million, 13 million, $1000 tepasida bo'lyapti. Eng kam $1000 bo'lyapti. 13.500.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Baylo'ring. German shvedni zo'ridan baqaman deganlar bormi? Shalpan qulog'idan baqaman deganlar bormi mana? Dahshatidan oyoq qo'llari baquvor. Yeb ichisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya. Bo'zay jonivor turishini qaranglar, turishini. Ko'rgan odam mashalloh deb boradi. Like bosib qo'yinglar mana shu bo'zaylar uchun, ozgina qilgan mehnatimiz uchun. Bo'zaylar dahshatlardan olib kelishdan to'xtamaymiz. Bu tarafga bitta torting mana. Oldi ketdi, orqalari hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Sog'lomligi garantiyasi bilan beramiz. Ishlari. Bo'zayimiz yosh oyligi 3,5 oy, 4 oy yon berdi. Yeb ishtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya xudo xohlasa.
Jonivor turishini qaranglar mana. Zo'rdan baqaman deganlar bor. Toza german shved. Nemis udoridan narxiga keladigan bo'lsa, narxi yengilroq qilib qo'yib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. 16 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Muzaylar dahshatlardan olib kelib qo'yganmiz mana. Baylavering buni ham. Turishini qaranglar, jonivorning ostini qaranglar, ostini. Bir dunyo osti ham jonivorda. Dahshatidan mana. Aloqaga chiqaverasizlar 16 million 500 ming so'm. Gibrid buzay dahshatidan baqaman degan akalarimiz udorlardan olib kelib qo'ydik. Bir dona gibrid. Orqalari pachka bo'lib yotdi. Toza gibrid. Dahshatidan mana. Simental gibrid ishqibozlariga. Buzay turishini qaranglar, jonivorda. Buzayimiz yosh oyligi 3 oylik. Sutga to'ygan variantidan, dahshatidan. Baqalarni qaranglar, bu jonivorda chiroyliligini qaranglar. 3 oylik buzayimiz, oxirgi buzayimiz. Bunimizni ham narxi 16 million 500 ming so'm. Dastavkalari ichida. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buzaylar udorlardan olib keldik, xudo xohlasa. Bittadan like bosib do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Bunaqalardan serob. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.